Hammaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Men ismim Behrouz Makarimov, xushayapsizlar. Xullas, yana bir bor Solar Smash o'yinini o'ynaymiz. Bu ikkinchi qismi bolalar. Endi bu o'yinda biz har xil sayyoralarda yo'q qilishni boshlaymiz. O'tgan safar shu yerimiz bilan Yupiterda yo'q qildik. Endi bu safar boshqa sayyoralarda, mana Mars. Mana Marsimiz tak. Bo'ldi. Xos. Bo'ldi mana yer. Xullas takana buni tanlaymiz. Shu tanlaymiz. Endi bu safar Neptunni yo'qotamiz. Oho. Neptun. To'g'ri, Neptunmi yoki? Uranga o'xshab ketadi-da shunga. Neptunni bunaqalari bu alivori xalqlar borligini bilmasdim. Xullas. Yangi Mana patarka dod ko'ramiz. Hop. Ketdigan chaqmoqda ochamiz ularni. Xullas, yana boshdan tiklaymiz. Xullas, endi esa oyog'ini ko'raylikchi, kim nima uchun kelar ekan. Oymikan yoki yer ekan. Nima bo'lar ekan? Voyda yo'q. Qizib portlatsa bo'larmikin-da? Os. Mana buni ishlataylik-da. Buni ishlataman. Xullas bitta bomba bor-da, hozir topsam bo'ldi. Mana unda, yo'q bo'lmasdi. Qaysindadir deydi bola. Xullas, mana raketalardan mana bu ishlatdi. Korchi. Yo'q, xullas endi bolalar shu Neptunimiz. To'xtalgan qaranglar. Xullas mana shu oxirigacha yo'q qolaylik-da. Havaylar bilsalar kerak. Keyin shu Neptun sizlarga hali qiziqarli faktlar. Neptun sayyoramizdagi eng uzoq sayyoralardan bo'ladi. U vale muzli gigant bo'ladi. Gigantlarning ichida shu Yupiter, Saturnlarning ichida u 4-o'rinda turadi. Undan oldin naqa turadi. Neptun 4-chi, 3-chi bo'lib shu Uran. Qaranglar kichrayapti. Qiz to'g'risini o'rar ekan endi. Hadi quyosh otib ko'raylik-chi nima bo'lar. Sarodchi. Bola svernovый. Короче, svernovый deganda hozir portlab olsin-da. Ё-моё, Kichrayapti shekilli. Xuddi ko'zing kichrayotgan tuyulyapti-da. Tirik sayyora. Oho. Tirik sayyora qurt sayyora ekan-da. Qizig'ini raketalar otib ko'raylikchi. Boshqarolar ekan bular. Idda, yo'q, yangisi-yu. Qanday otadi? O'zim boshqaramanman. Qani bunaqa samolyotlarni bunaqalarda. Qani sayyoralar. Xullas chag'alatroq ekanda. Hozir ular bunaqa qilib titanlarni ularni ishlatib ko'ramiz mana. Titan.
Yadrosi qanaqa ekan qiziq. Xullas, tak. Teshkurilichi. O'zini tikilar ekan. Xullas, endi unga oy otib ko'ramiz. Oy 3 kelarmikan yoki? Oy 3 kelar ekan. Bu qattiq ekan-da, qaranglar. Himoya vositalar bor shekilli-da unda. Keyin unda bitta odam bor ekan, xolos. Ollari himoya qilar ekan, ana. Qaranglar, ana. Qo'lchalar, ana. Ruschasiga aytgani shu pultsa deydi. Ya qora tunik qo'yib ko'ramiz. Nima yurar ekan. Chaqmoq uramiz. Oho. Tak, buni endi o'rganib chiqdik. Keyin esa sayyoramiz tak mana. Qanaqadir gigant. Bu tirik emas, bu o'lik. Qani oyot ko'ramiz. Oho. Impuls ketdi-yu. Mana endi ichiga qora tuynuk qo'yib ko'ramiz, keyin raketalar otib ko'ramiz. Tak, ketdi raketalar. Endi raketalar qiziq emas, unaqa katta, mana. Hali boshqarganimiz tak. Ketdi, boshqaramiz. Hop. Ketdi. Yadroga qarab. Yaxshi ekan, lekin ko'p urin qilmas ekan. Xullas, endi bularni hammalar bilsanglar kerak. O'tgan videolarimni ko'rsatganman shu birinchi qismida. Raketalar otadi endi. Slabый, слишком. Mana diskotekani qo'yamiz. Men dahshatdan yaxshi ko'rgan qurollardan biri kesib tashlaydi-da. Lekin uni kesalmayapti. Ichi qattiqdir-da. Xullas, keyin esa bular qiziq emas, endi maxluqlarga hujum qilamiz. Tak, hozir tiklaydi. Cho'millar. Cho'millar endi cho'millarday. Ana. Qurt. Chernobildagi shunday bunaqalar bor. Qurtlar mana qo'l ketishadi. Chuvalchanglar, chuvalchanglar. Endi qanaqadir dinozavrimiz, dinozavr deb, ajdarho. Xullas, tak, yondirib tashlayapti. Normal qurilish emas. Qani urchi brachka? Mana qani uron desa bo'ladi. Idalima uralar ekan mana endi. Altga videolarni ko'rsataman, aytmoq. Adashmasa, esimda yo'q. Hop. Hop, mana. Boksyor. Bo'ldi, qaytdi. Endi esa itga ketdi. Ikkita chaqirib. Bo'ldi. Piramidalar. Taga nima qilib berishar ekan ular? Bo'ldi, esladim,
teshib tashlashibdi. Endi buni bunaqasiga otib ko'raylikchi. Quyoshiga. Ana, ya sверхновый bo'ldi. Nima bo'larkan endi bechoraga? Qiziyapti. Tak, endi esa boshqa sayyoralar qilib ko'raylikchi. Ana Alfa Centauri qo'shnimiz. Qo'sh sistemada shu Alfa Centauri degan. Nima bu? Quyoshmi bu? Qani otib ko'raylikchi. Quyoshda o'zi ekan. Ha, yo'q, quyoshda o'zi. Bu qanday Alfa Centauri bu ular ikkita quyoshda. Taga endi yaxshi ko'rgan naqamda. Lekin teshdi. Shu quyoshga otib ko'rsa nima bo'larkan? Muzdichi, shu. Xullas qiziq narsa yo'q. Hozir quyosh shekilli-da, bunday qilib ko'rsam. Himoya vositalari ham kristal ekanda. Endi titanlarni qo'yib ko'raylikchi. Ana kuchukcha bosgazini. Lekin ular qilisharkan urgan. Ana bo'ldi titani. Bir mahoratini ko'rsat. Ana himoya vositasi yo'q. Tak, endi esa nima ishlatsam bo'larkan? Nima bo'larkan? Yer emas, yo'q. Bitta quyosh bo'lsa, nima bo'ladi boshqa? Hey, bratan. Nimaga unga tegmayapti? Bo'pti, qora tuynuk tegadi. Bo'l, yevor uni. Yevoryapti. Chaqonga qataqalarni. Hozir boshdan qilib ko'raydi. Demak, chaqmoqlar uni yo'q qo'rar ekan. Ha, to'g'ri aytibman. Yo'q qo'rishar ekan. Tak. Uni tiklatib qo'yamiz. Xullas bolalar, men shunday zo'r narsani topdim. Xullas men o'zimga yerimni yarataman. Xullas, birinchi o'rinda tog'lab qo'yamiz. Mana hozir yerlar qilyapman. Xullas, endi esa rangini tanlaymiz. O'simliklar rangi qiziqishga, qiziq ko'ramiz. Qiziqishga. Mana quyoshimiz rangi ko'k bo'ladi. Tushadigan quyoshda. Suvi endi. O'z rangida qolaversin. O mana boshqa rang. Mana. Bu bilan nimasi? Unaqa shekilli отраженияsi. Qo'yaymi ekan? Mana bo'ladi, bulutlar. Ko'p bo'lsin, tavashtaga ham qo'yib qo'yamiz. Hozir endi odamlar qo'shishdi. Esa odamlarni sakratamiz.
mana. Tak mana tugatdim. 5 milliard yo'tamlar qildim. Tak, endi esa himoya vositalari. Mana mashitdan, keyin esa bulutlar, max, keyin esa naqadar mana chotki yer bo'ldi. Alfa yer qo'yaman. Qanday bo'lar? Zo'rmi? Endi mana shuni yasaganimiz munosabati bilan uni naqlamiz. Saqlayib qolamiz. Сохранить пустой. Сохранить. Bo'ldi. Qani hozir bitta olay. Munosabati bilan bu yerimizga nima o'tkalarkan? Oymi? Ha, oy. Qani nima bo'larkan? Parchaga ketarkan, ha? Xullas, endi esa videomizda epichni tugazish uchun quyosh portatib yuboramiz. Xullas, bolalar, hammanglarga rahmat e'tibor uchun. Albatta, kanalimga obuna bo'lib qolinglar va agar shu videomizda ko'p prosmotr bo'lsa va ko'p like bo'lsa, ikkinchi qismini olaman. Sizlar bilan Behruz Abdazimov edi. Hammaga xayr.